O'xshagan 2 etajli uchastka qarab yuruvdingiz. Yana zo'r lokatsiyadan, Chilonzor tumani Olinpolvon, hamma biladigan o'sha Olinpolvon, Chorbog', To'rtpress ko'chasi ekanmiz. Eng yaxshi tomoni ko'rsataymi, uyimizning oldidan hamma o'xshagan ariqlar o'tgan ekan, suvlar oqib turar ekan. Mahallani qaranglar fayzliligini. Mana shu yerda 1.7 sotixga uyimizga chiqdi. Yaqinda qurib bitkazilgan ekan. O'zim uchun deb qurgan ekan uy egalari kiraverishda mana bitta ikkita mashina bemalol sig'adi. Mana bitta sanzillar qoldirib ketilgan. Zelion zona uchun joylar qoldirilgan, suvoqlari bo'lgan, deraza romlari qo'yilgan. Kiraverishdan oq suvoq qo'yilgan, suvoqdan keyin shpagalovkalar ham bitgan, elektromontajlar ham bitgan, o'ng qo'lda. Kuxnyamizni ko'rishlaringiz mumkin. Hovliga qaragan panoramli oynalari bor. Mana bitta ishtlari hamma yo'llar qilib qo'yilgan. O'tirish, chap qo'lda esa katta zalimizga keladi. Zaldan tashqariga qaragan yana katta panoramli oynalari bor. Eng yaxshi tomoni mana bitta hovlisi ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, bunaqa narxga bu territoriyadan uy topolmaysizlar. O'tirish, bu tomonda spalnya uchun joylar qoldirilgan. Remontlari, ozgina chalalari qolib, mana bitta sanzillar uchun joy qoldirilgan. Issiqlik tizimi suvdan muammo bo'lmaydi. Duv-konturli kotyol, polni utupli pol qilib qo'yilgan uyimizda. Endi esa ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Polni shpakovka qilib qo'yilgan ekan. Birin-ketin xonalarni ko'rsataman. Bu yerda bolalar uchun bitta xona qoldirilgan. Ko'rib turibsizlar, mahallaga qaragan derazalari bor ekan. O'tirish, o'ng qo'lda katta ham bitta zal qilsangiz ham bo'ladi. Mana hovliga qaragan derazasi bor ikkita. Ko'rib turibsizlar mana. Uyimiz 2 etajli uy, 135 kvadrat, 100% g'ishtdan bitgan. Bu yerda ham bitta katta sanzil uchun joylar qoldirilgan. Mana bitta polni utupli pol qilingan, elektromontajlari bitgan. Bu tomonda ham bitta spalnya uchun joylar qoldirib ketilgan. Hurmatli obunachilar, 135 kvadrat metr, 100% g'ishtdan bitgan, 75% remontdan chiqqan Chilonzor tumani Olinpolvonda joylashgan uyimizda narxiga keladigan bo'lsak, narxi faqat bizning kanalda $79.900. Pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Uyimizdan hamma hujjatlari tayyor, kelib baraka qiladigan joyi. Faqat bizning kanalda. Faqat shoshilib qolinglar, pastda nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Lokatsiya Telegram kanalda.